Mijozlar, hurmatli prezidentimiz tomonidan uch tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlari bilan uchrashuvlardagi mavjud muammolarni hal qilish orqali yangi ish o'rinlari yaratish to'g'risidagi bank bilan bo'layotgan muammolarni hal qilish to'g'risidagi topshiriq bo'yicha hozir uchrashib turibmiz. Bugungi kunda sizlar bilan uchrashuv o'tkazishimizdan maqsad bu bank mahsulotlarini sizlarga tushuntirib beraman hozir. Tadbirkorlar uchun bir qancha kredit mahsulotlari bor. Bulardan biri hokim yordamchisi tavsiyasi bilan beriladigan oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasidagi kreditimiz 12% dan qo'shib beriladi. 4 yillar 1 imtiyozlar bilan beriladi. Keyin biznesga birinchi qadam krediti bu 27% dan beriladi. 30 milliongacha. Keyin moliyaviy ommabop naqdpullik kreditimiz bu 3 yillar 6 oy imtiyozlar bilan xotin-qizlarga 24, erkaklarga 25% dan. Keyin moliyaviy ko'mak kreditimiz bor. Zalog kredit bu 25% dan erkaklar ham xotin-qizlar ham zalog bilan 3 yillar beriladi. 6 oy imtiyozlar bor. Keyin kichik biznesni o'zida qo'llab-quvvatlash krediti bu bunda hozir moliyaviy ko'mak kreditimiz bor. Bu dastur bo'yicha garov bilan beriladi. 25% dan beriladi. 24% dan. Şu başka muammolar bormi?